Sharqiy Turkistonda Xitoy kommunistlari Uyg'ur ziyolilarini tutqun qilishni davomlashtiryapti. Egilgan xabarlarda Qashqar universitetining mudiri Akbar Umar, professor Muxtar Abdulg'affar, Qurbon Usmon va Gulnar Abdulla bu hafta 5-da atalmış 200-lik jinoyati bilan Xitoy soqchilari tomonidan tutqunlandi. Tutqunlangandan keyin xizmatidan bo'shatilgan bu 4 nafar professorning nima ekanligi aniq emas. Sharqiy Turkiston masalasi xalqaro diqqatini qo'zg'amoqda. 7 sentabr Birlashgan Davlatlar Inson huquq komiteti a'zosi Nikol Morgit Xitoy kommunistlarining Uyg'urlar qilgan zulmlari tafsili yozilgan maktubni Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ga sundi. Aniqlanishicha, o'tgan 1 yil ichida Amerika hukumat amaldorlari Venezuelaning siyosiy o'zgarish qilmoqchi bo'lgan harbiy amaldorlari bilan ko'p qatim maxfiy uchrashib, hozirgi prezident Maduroni ag'dirib tashlashni planlagan. Oqibatda Amerika bu siyosiy o'zgarish planidan voz kechgan. Iroqning neft boyligi mo'l bo'lgan Basra shahrida yuz bergan namoyishda yaqinqi 24 soat 7 kishi qazo qildi, 25 kishi yordar bo'ldi. Tunugun akşam İranning Basra shahridagi bosh konsulxonasida yuz bergan to'qinishning parda oqisida Daesh va Arab Yo'linish partiyasining balig'i faraz qilindi. Misrda İxvani musulmonlar boshliqlarini o'z ichiga olgan 75 kishiga o'lim jazosi berildi. 2013 yildagi Robiya maydonida yuz bergan namoyishdagi 739 kishining yaralanganlik davosida 75 kishini o'lim jazosiga, 47 kishini muddatsiz qamoq jazosiga mahkum qildi. Xalqaro kechirim tashkiloti Misrning bu qarorini Misrning qonuniga xilof deb aybladi.